Assalomu alaykum. Qadrli YouTube ahli. Meni kim ko'rib turgan bo'lsa hammaga salom. Hozir Rossiyadamiz. Kemirova oblasida. Qarang, uy solishdi, mana shunaqalar solish kerak. Bu OSP bizga yaramaydi deyishlaring mumkin. Bizni O'zbekiston iqlamagan. Lekin bitta narsani ko'rdim. Uyda haqiqiy issiqligini ushlaydigan. Mana shu narsa bu OSPni o'zi emas, albatta. Mana Belgorodga. Shu uyni kusovlardan qo'ygani. O'rtasida 20 lik penoplast bor. Ütülplöneni şumlayzatsiyani ham zo'r ishlaydi. To'g'rimi aka? Uyimiz 9 nechiga ham 12 ga solingan ekan. Uy polni tupli pol bo'libdi. Lekin zo'r ekan. 20 gradusga qo'yib qo'yapti tupli polni. Gradusi. Uy normal holatda. Kecha böyle kelib plitkasini urganmiz. Kayfiylarni. Lekin menga yoqqani hammasidan o'sha uyda ichi. Bombash kayfiyat. Shikayatlar bo'lgan. Hozir ichkari qulflab qo'ydik-ku. Mana kayfiyatlar. Xo'sh, nima qaytaryapti-da bu? Shu yerda katyol bor. Katyol. Elektrikli katyol. Mana tupli pol. Lekin uy zo'r ishlaydi ekan. Poni, stenasi, pergorodkasi hamma yo'q o'sha. Shunaqadan bo'lgan. Ichida penoplast bor, 15 lik, 20 lik. Polni mana konvertlargacha. Bu yerdan ham ko'rsatib qo'yamiz. O'rtoqlar uy solsa shunaqa solish kerak. Albatta qimmatdir, qanaqa puli qanaqaligini bilmayman. Lekin bitta mashinadan solsa, uy ixchamgina, katta emas. Mana bo'ylari ham pastak. Haqiqiy yashaydigan uy ekan.